Hurmatli askar va serjantlar, ofitser va generallar, qurolli kuchlarimiz faxriylari, qadrli yurtdoshlar. Shu kunlarda butun xalqimiz, mamlakatimiz hayotida buyuk tarixiy sana bayram qilmoqda. Ya'ni Vatan himoyachilari kuni va O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari tashkil etilganini 25 yilligi yurtimizda keng nishonlanmoqda. Ana shu qutlug' ayyom bilan o'z hayotini vatanni himoya qilishdek eng ulug' va oliyjanob ishga bag'ishlagan siz azizlarni, sizlarning timsolingizda butun xalqimizni chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Bugun mana shu shonli bayram kunida buyuk davlat va siyosat arbobi O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti muhtaram Islom Abdug'aniyevich Karimovning yorqin xotirasiga barchamiz yana bir bor hurmat bajo keltiramiz. O'tgan 25 yil davomida qurolli kuchlarimizning barpo etish yo'lida qo'lga kiritilgan beqiyos yutuqlarimiz yurtboshimizning nomi bilan chambarchas bog'liq ekanini chuqur minnatdorchilik bilan esga olamiz. O'zbekiston mustaqilligiga erishgan birinchi kunlarda aynan Islom Abdug'aniyevich namoyon etgan prinsipial pozitsiya, siyosiy iroda va azmu shijoat tufayli milliy armiyamizga asos solindi. 1992-yil 14-yanvarda yurtimiz hududida joylashgan barcha harbiy tuzilmalar O'zbekiston Respublikasining huquqiy tasarrufiga o'tkazildi. Mana 25 yildirki ana shu tarixiy kun qurolli kuchlarimiz poydevori qo'yilgan istiqlolimiz salnomasiga oltin harflar bilan yozilgan buyuk sana sifatida bayram qilinmoqda. Birinchi prezidentimiz o'sha og'ir yillarda o'zining buyuk tarixi va ajdodlariga munosib voris bo'lgan xalqimiz mamlakat xavfsizligini ta'minlashga qodir armiyani yarata oladi deb katta ishonch bilan aytgan edilar. Bugungi kunda ana shu ulkan ishonchga har tomonlama loyiq bo'lgan qurolli kuchlarimiz tashkil etilganini barchamiz ko'rib turibmiz. Haqiqatdan ham tarixan qisqa muddatda mamlakatimiz mustaqilligi, hududiy yaxlitligi, chegaralarimiz daxlsizligini, xalqimizning tinch va osoyishta hayotini ishonchli himoya qilishga qodir bo'lgan milliy armiya barpo etildi deb g'urur va iftixor bilan aytishga bugun barcha asoslarimiz bor. Sobiq ittifoq hududida turli qurolli to'qnashuvlar va qarama-qarshiliklar yuz berayotgan g'oyat murakkab sharoitda O'zbekiston qurolli kuchlariga asos solingani hech mubolag'asiz aytish mumkinki, yosh davlatimizning qurish jarayonida hal etilgan buyuk vazifalardan biri bo'lgan. Aynan milliy armiyamiz mamlakatimizda erkin, ozod va farovon hayot bunyod etish, demokratik islohotlarni samarali amalga oshirish yo'lida ishonchli kafolat tog'dek tayanch bo'lib kelmoqda. Albatta, mustaqillikning ilk yillarida barcha sohalar kabi harbiy yo'nalishda ham ko'plab og'ir muammolar to'planib qolgan edi. Avvalo qo'shinlarning moddiy texnika ta'minot tizimini talab darajasida emas edi. Harbiy tuzilmalar o'zining qurilishi va jangovar tarkibi bo'yicha yangi paydo bo'lgan tahdidlar oldida zaif edi. Eng mushkul muammo
malakali harbiy kadrlar yetishmasdi. Shuning uchun milliy armiyamizning barpo etish va isloh qilish bo'yicha har tomonlama chuqur o'ylangan va uzoq muddatga mo'ljallangan strategiya ishlab chiqildi. O'tgan chorak asr davomida ana shu strategiya asosida milliy xavfsizlik konsepsiyasi va mudofaa doktrinasi doirasida ko'p ishlar qilindi. Yuz berishi mumkin bo'lgan harbiy harakatlar teatri va uning real xususiyatlari, ilg'or xorijiy tajribalar har tomonlama hisobga olindi. Shu asosda ixcham, yaxshi ta'minlangan, yuksak jangovar ruhga ega bo'lgan milliy armiyamiz barpo etildi. Qisqa muddatda harbiy okruglar, chegara mintaqalari, shuningdek jangovar qobiliyatga ega qo'shin guruhlari birinchi navbatda murakkab jangovar operatsiyalarni amalga oshirishga qodir bo'lgan ichki vazifalar korpusi va maxsus operatsiyalar bo'yicha kuchlar tashkil etildi. Bugungi kunda harbiy boshqaruvning samarali tizimi shakllantirildi. Qurolli kuchlar tarkibida turli qo'shinlarning o'zaro muvofiq holda va hamkorlikda harakat qilinishi ta'minlaydigan mexanizmlar faoliyat ko'rsatmoqda. Harbiy kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash hamda malakasini oshirish tizimi prinsipial jihatdan mutlaqo yangi asosga o'tkazildi. Mustaqillikning dastlabki yillarida mahalliy ofitser kadrlar yurtimizdagi harbiy xizmatchilar umumiy sonini mana shunga e'tibor beringlar. Atigi 0.6% tashkil etar edi. Ofitserlarni tayyorlash esa 3 ta harbiy bilim yurtida va bor yo'g'i 3 ta harbiy mutaxassislik bo'yicha olib borilar edi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida qo'shimcha ravishda yangi zamonaviy 3 ta harbiy ta'lim muassasasi tashkil etildi. Kursantlarni o'qitish tizimi esa ko'p tarmoqli asosda yo'lga qo'yildi. Yuqori bugun qo'mondonlik ofitserlarini tayyorlash hamda mudofaa qurilishi sohasida ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarni amalga oshirish bo'yicha eng zarur vazifalar hal etildi. Bu borada ayniqsa 1995-yilda tashkil etilgan Qurolli Kuchlar Akademiyasi g'oyat muhim o'rin egallab kelmoqda. Shuningdek, armiyamizning asosiy tayanchi bo'lgan serjantlar korpusini shakllantirishga alohida e'tibor qaratildi. Serjantlarni o'qitish 2001-yilda ilg'or xalqaro standartlar asosida tashkil etilgan serjantlar tayyorlash maktablarida 26 ta yo'nalish va mutaxassislik bo'yicha olib borilmoqda. Qadrli do'stlar, mustaqillikka erishganimizdan so'ng fuqarolarning muddatli harbiy xizmatga chaqirish tizimi isloh qilish bo'yicha ham ulkan ishlar amalga oshirildi. Buning natijasida jamiyatimizning armiyaga bo'lgan munosabati tubdan o'zgartirildi. Milliy armiyamiz tashkil etilgan dastlabki yillarda harbiy qismlarning yosh askarlar bilan to'ldirishda jiddiy muammolar mavjud edi. Sobiq sho'ro tizimida armiyada xizmat qilgan katta avlod vakillari buni yaxshi biladilar va eslaydilar. O'sha paytda harbiy xizmatning o'tash ayniqsa O'zbekiston yoshlari uchun og'ir tashvish va mashaqqat edi. Chunki yurtimiz yoshlari asosan qurilish batalyonlariga qora ishchi sifatida yuborilar edi. Harbiy qismlardagi nosog'lom ma'naviy muhit, ustav qoidalariga zid bo'lgan munosabatlar tufayli qancha novqiron yigitlar, ota-onalar jabr chekkani, bular hammasi haqiqat. Yangi milliy armiyamizni yaratishda bunday salbiy illatlarga mutlaqo chek qo'yish kerak edi. Shu maqsadda bir necha yillar davomida izchil ish olib borildi. Jumladan muddatli harbiy xizmat 1 yil etib belgilandi.
harbiy xizmatchilarning ijtimoiy, maishiy sharoitlari, oziq-ovqat ta'minoti tubdan yaxshilandi. Muddatli harbiy xizmatni o'tab rezervga bo'shadigan yoshlarning ishga joylashishi va oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirishi bilan bog'liq imtiyozlar tizimi belgilandi. Bularning barchasi harbiy jamoalarda sog'lom ma'naviy, axloqiy muhit shakllanib, yoshlar o'rtasida harbiy xizmatning nufuzi keskin oshishiga muhim omil bo'ldi. Ana shu islohotlarning mantiqiy davomi sifatida fuqarolarning safarbarlik chaqiruv rezerv xizmatining o'tashini nazarda tutadigan o'ziga xos noyob tizim yaratildi. Bu tizimning yoshlar nafaqat zarur harbiy tayyorgarlikdan o'tadi, balki jismoniy va ma'naviy jihatdan chiniqadi. Ular o'zlarining fuqarolik mas'uliyati, vatan himoyachisi sifatidagi muqaddas yigitlik burchini chuqur anglab, o'z yurtiga fidoi inson bo'lib yetishadi. Bugungi kunda milliy armiyamiz minglab o'g'lonlarimiz uchun chinakam mardlik, fidoilik, haqiqiy vatanparvarlik maktabiga aylangan. Hech shubhasiz shu yo'lda erishgan eng katta yutug'imiz desak, bu ham haqiqat. Bu haqiqatni yurtimizda barcha ota-onalar, butun xalqimiz g'urur bilan, minnatdorchilik bilan e'tirof etmoqdalar. Hozirgi kunda onalar o'z farzandlarini armiyaga ko'zda yosh, yurakda xavotir bilan emas, balki mening o'g'lim haqiqiy vatan himoyachisi bo'ladi deb yuksak ishonch va faxr tuyg'usi bilan kuzatmoqdalar. Onalar ko'ngilidagi rozilik bu butun xalqimiz qalbidagi rozilik ifodasi desam, ayni haqiqatni aytgan bo'laman. Hurmatli yurtdoshlar, milliy armiyamiz rivojlanib borishi bilan uning qurol-yarog' va texnika bilan ta'minlash bo'yicha ham keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Qo'shinlar zamonaviy va modernizatsiya qilingan o'q otar va og'ir qurollar, vertolyotlar, samolyotlar, havo hujumidan mudofaa vositalari, avtomobil va bronetexnikalar aloqa vositalari bilan ta'minlanmoqda. Harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari ijtimoiy himoya qilish, harbiy shaharchalarda zamon talablariga javob beradigan ijtimoiy maishiy sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda kompleks dasturlar amalga oshirilmoqda. Ana shu dasturlar doirasida 15 mingdan ortiq harbiy xizmatchilar oilasi uy-joy bilan ta'minlangani ayniqsa e'tiborlidir. Hech shubhasiz biz bu yo'nalishdagi tizimli ishlarni kelgusida ham izchil davom ettiramiz. Mustaqillik yillarida qurolli kuchlar ustidan fuqarolik nazoratini amalga oshirish bo'yicha samarali mexanizm ishlab chiqildi. Bu mexanizm milliy armiya faoliyatida ochiqlikning ta'minlashda katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Shuningdek, harbiy qurilish sohasidagi siyosatning ishlab chiqish va amalga oshirish, harbiy xizmatchilar va chaqiruv yoshidagi farzandlarimizning tarbiyalashga fuqarolik institutlari va jamoat tashkilotlarining keng jalb etish muhim rol o'ynamoqda. Mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha Oliy Majlis palatalari qo'mitalari, Mudofaa vazirligi huzurida 2012-yilda tashkil etgan jamoatchilik kengashi bugungi kunda qurolli kuchlar bilan faol hamkorlik olib bormoqda. Bularning barchasi milliy armiyamizning xalqimizning milliy armiyamizga yanada yaqinlashtirishdek g'oyat muhim maqsadga
xizmat qilmoqda. Fursatdan foydalanib, qurolli kuchlarimiz barpo etish, uning jangovar qudratini oshirish yo'lida fidokorona mehnat qilgan harbiylarimizga, shu ezgu ishga hissa qo'shgan barcha yurtdoshlarimizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Muhtaram do'stlar, hozirgi vaqtda jahonda va mintaqamizda harbiy siyosiy vaziyat keskin o'zgarib, milliy va global xavfsizlik sohasida xatar va tahdidlar tobora kuchayib bormoqda. Ana shunday o'ta mas'uliyatli vaziyat va hayotning o'zi erishgan barcha yutuqlarimizni, shu bilan birga yo'l qo'yilgan kamchiliklarimizni chuqur va tanqidiy tahlil qilishni barchamizdan talab etmoqda. Shu asosda milliy armiyamizning yanada rivojlantirish va takomillashtirish borasida puxta o'ylangan va ishchil harakatlarni davom ettirishimiz darkor. Birinchidan, milliy xavfsizlik kabi o'ta muhim soha qonun talablari asosida boshqarish samarasini oshirish bizning ustuvor vazifalarimiz qatoriga kiradi. Afsuski, bu sohada ko'p hujjatlarimiz hozirgi davr talabiga javob bermayapti. Biz milliy xavfsizlik ta'minlashda strategik rivojlantirish bo'yicha aniq davlat tizimini barpo etishga obyektiv zarurat sifatida ehtiyoj hozir hammamiz buni sezmoqdamiz. Ushbu tizimda doimo yangilanib boradigan milliy xavfsizlik konsepsiyasi markaziy o'rinni egallashi shart. Mazkur konsepsiyada O'zbekiston tashqi siyosatiga xos bo'lgan real vaziyatni hisobga olish va ochiqlik tamoyillari bizning yaqin qo'shnilarimiz bilan konstruktiv munosabatlarni rivojlantirish ustuvor vazifa ekanini aks ettirishi darkor. Ayni vaqtda vatanimiz mustaqilligi va suvereniteti, xalqimizning madaniy, tarixiy o'ziga xosligini asrash bo'yicha qat'iy ko'rsatmalar belgilab berilishi kerak. Shu munosabat bilan muhim bir yondashuvni yana bir bor ta'kidlashni o'rinli deb bilaman. Hech qanday harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmaslik, O'zbekiston Respublikasi hududida xorijiy davlatlarning harbiy baza va obyektlarining joylashtirishga yo'l qo'ymaslik, harbiy xizmatchilarimizning xorijdagi tinchlikparvarlik operatsiyalarida ishtirok etmaslik siyosatiga sodiq qolish bundan buyon ham mamlakatimizning prinsipial pozitsiyasi bo'lib qoladi. Jahonda va mintaqada vaziyatning rivojlanish dinamikasini hisobga olgan bo'lsak, vujudga keladigan xavf-xatar va tahdidlarga munosib zarba berish zaruriyati, shuningdek bizning ustuvor vazifa va imkoniyatlarimiz O'zbekiston Respublikasi mudofaa doktrinasini qayta ishlab chiqishni zamonda o'zi bizdan talab qilyapti. Faqat ana shunday tizimli yondashuv biz uchun milliy xavfsizlikning ta'minlash, sohada yagona muvofiqlashtirilgan va ishchil strategiyani ishlab chiqish, mavjud resurs va mablag'larni ustuvor maqsadlarga yo'naltirish, ularning behuda sarflanmaslik, ikkinchi darajali vazifalarga chalg'ib ketmaslik imkonini beradi. Ikkinchidan, qurolli kuchlar qurilishining tashkiliy tizimini yanada takomillashtirish lozim. Harbiy qurilish sohada to'plangan tajribani hisobga olgan holda har qaysi harbiy okrugning tarkibi tuzilishi va vazifalarini yana bir marta aniqlash darkor. Bu borada ulardan aynan qaysi vazifalarning hal etish uchun foydalanish kerakligi, qo'shinlarning qo'llanish va shuningdek operatsiyalarning o'tkazish yo'nalishlari bo'yicha o'ziga xos xususiyatlarga alohida e'tibor qaratish zarur. Shu bilan birga bizning havo qalqonimiz
havo hujumidan mudofaa va harbiy havo kuchlar qo'shinlarining optimallashtirish vazifasi ham katta e'tibor va resurslarni safarbar etishni talab etyapti. Qisqa muddatda ularning tashkiliy tuzilishi va boshqaruv tizimining takomillashtirish, shuningdek ularning zamonaviy texnika va qurol-yarog' bilan ta'minlash bo'yicha kompleks tadbirlarni amalga oshirishimiz lozim. Uchinchidan, qo'shinlarni tayyorlash borasida tadbirlarni rejalashtirishga oid yangicha yondashuvni ishlab chiqish muhim ahamiyatga egadir. Bu tadbirlar avvalambor harbiy bo'linmalarga yuklangan vazifalarga, ularning tayyorgarlik va ta'minlash darajasiga mos bo'lishi zarur. Biz uchun bu boradagi yakuniy mezon amaliy natija, ya'ni butun e'tiborning qurolli kuchlarimizning jangovar qobiliyati va tayyorgarligining real oshirishga, ularning yuqori darajadagi uyushqoqligi va samarali hamkorligiga qaratishdan iboratdir. To'rtinchidan, barcha bug'undagi professional harbiy kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish bizning e'tiborimiz markazida bo'lib qolishi zarur. Shu nuqtai nazarda qaraganda mutlaqo yangi qurolli kuchlar akademiyasini tashkil etish bu yo'nalishdagi birinchi qadam bo'lishi darkor. Umuman yangi akademiya. Nimaga desangiz, zamonda o'zi talab qilyapti. Hozirgi xavf-xatarlar bizdagi bor imkoniyatli kuchaytirish va umuman akademiyani mutlaqo boshqa ko'rinish, sifat darajasini o'zgartirish bizdan vaqti o'zi shuni talab qilyapti. Ushbu o'quv maskani Toshkent Oliy umumqo'shin qo'mondonlik bilim yurtining shonli harbiy an'analarini va hozirgi mavjud akademiya hamda mamlakatimizdagi yetakchi ilmiy ta'lim muassasalarida to'plangan faoliyat tajribasini o'ziga qamrab olishi kerak. Ishonchim komil, bu akademiya harbiy ta'limning yagona tizimida haqiqatdan ham asosiy o'rinni egallaydi, tom ma'noda harbiy ilm-fan markaziga aylanadi. Akademiyada leytenantlar tayyorlash, faoliyat ko'rsatayotgan ofitserlar malakasini oshirish va shuningdek armiyamiz boshqaruv tarkibidagi qo'mondonlik kadrlarining maxsus tayyorgarlikdan o'tkazish davom ettiriladi. Bu vazifani amalga oshirishda biz ta'lim jarayoniga yangi usul va texnologiyalarni joriy etishimiz, o'quv va auditoriyalarning zamonaviy trenajyorlar, o'quv va laboratoriya asbob-uskunalari va kompyuter texnikasi bilan jihozlashimiz lozim. Akademiya tinglovchilarining umumiy madaniyatini oshirish, ularni dam olish va sport bilan shug'ullanish uchun barcha qulay sharoitlar yaratishimiz darkor. Bu jarayonda harbiy bilim yurtida haqiqatdan ham ta'lim olishga munosib, yuksak aql, zakovat va yetakchilik qobiliyatlariga ega bo'lgan yoshlarni aniqlash uchun ularni o'qishga tanlab olishda talabni oshirishimiz lozim. Shu maqsadda mamlakatimizning har bir mintaqasida 2-3 tadan kollej va litseylarni belgilab qo'yish kerak. Ana shu kollej va litseylar ularning asosiy vazifalari bilan birgalikda oliy harbiy o'quv yurtlariga kiradigan yoshlarni chuqur tayyorlash bilan ham shug'ullanadilar. 5-dan, qo'shinlarning zamonaviy qurol-yarog' va harbiy texnika bilan qayta ta'minlash bugungi va istiqbolda eng muhim vazifamizdir. Afsuski bu masala biz kutgan darajada jadal sur'at bilan amalga oshirilmayapti. Shu munosabat bilan birinchi galdagi vazifa sifatida 2017-2021 yillarga mo'ljallangan kompleks dastur ishlab chiqishimiz kerak. Unda harbiy ahamiyatga ega mahsulotlar sotib olish, mavjud texnika vositalarini ta'mirlash va modernizatsiya qilish, bu boradagi ishlarning maqsadli moliyalashtirish bo'yicha aniq tadbirlar ko'zda tutilishi darkor. Mamlakatimizda harbiy sanoat majmuasini barpo etish vaqti keldi deb hisoblayman. Shu nuqtai nazarda bosh vazirning birinchi o'rinbosari
Ochilboy Jumaniyaz Ramatov boshlig'ida mudofaa sanoati sohasidagi yagona siyosatni amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan tegishli davlat organini tashkil etish masalasi ko'rib chiqish kerak. Uning tarkibiga Mudofaa vazirligining ta'mirlash bo'yicha barcha korxonalari, shuningdek Chirchiq aviatsiya ta'mirlash zavodi hamda o'q-dori tayyorlanayotgan Vostok ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi o'tkazish zarur. Kelgusida ana shu korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish bilan birga ilmiy ishlab chiqarish bazasini yaratish, servis markazlari va qo'shma korxonalarni tashkil etishga, shuningdek mamlakatimizning yetakchi korxonalarida harbiy ahamiyatga ega bo'lgan ayrim turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishning mahallashtirishga alohida e'tibor qaratishimiz lozim. 6-dan harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlar samaradorligini oshirish diqqatimiz markazida bo'lishi darkor. Bu sohada qabul qilingan davlat dasturini amalga oshirish bo'yicha yangi mexanizmlarni ishlab chiqish obyektiv zaruratga aylangani bugun yaqqol his etilmoqda. Shu maqsadda xizmatni o'tash tartibi, front orti ta'minoti, harbiy xizmatchilarni uy-joy bilan ta'minlash, ularga tibbiy xizmat ko'rsatishni takomillashtirishga qaratilgan ko'pdan buyon hayot talabiga aylangan normativ huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishni tezlashtirish muhim ahamiyatga egadir. Harbiy xizmatning ichki ishlar va boshqona idoralarida xizmatni o'tagan shaxslar hamda ularning oila a'zolarining pensiya bilan ta'minlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini qabul qilish zarur deb hisoblayman. Ma'lumki, mamlakatimizda joriy etilgan yakka tartibda uy-joylar qurish uchun uzoq muddatli imtiyozli ipoteka kreditlari ajratish bo'yicha yangi tizim bugungi kunda ijobiy natija beryapti va uni odamlar aytayaptilarki, shu tizim bizga ma'qul. Ana shu tizimning harbiy xizmatchilar uy-joylari bilan ta'minlash bo'yicha ham keng joriy etish zarur. Shu yilning o'zida mamlakatimizning barcha mintaqalarida harbiy xizmatchilarning oilalari uchun ularga imtiyozli ipoteka kreditlari berish yo'li bilan 3 qavatli 56 ta uy-joylar binosi barpo etamiz. 7-dan yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha uzluksiz olib borilayotgan ishlar biz uchun dolzarb ahamiyatga egadir. Barchamizga yaxshi ma'lumki, vatanparvarlik har bir davlat hayotining ma'naviy asosi hisoblanadi va jamiyatning har tomonlama rivojlantirish borasida eng muhim safarbar etuvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham fuqarolarimizda bizga mutlaqo yot bo'lgan zararli ta'sirlarga qarshi mustahkam immunitetini shakllantirish va vatanimiz taqdiri uchun mas'ul bo'lgan tuyg'usini mustahkamlash bo'yicha aniq chora-tadbirlarni ko'rishimiz zarur. Ana shu murakkab ishda armiya saflarida mardlik va matonat, vatanga sadoqat bilan xizmat qilish maktabini o'tagan navqiron va mard o'g'lonlarimiz ishonchli tayanch va suyanch bo'lib xizmat qiladi. Shu munosabat bilan mudofaa ishlari bo'yicha boshqarma va bo'limlar bunday yoshlar bilan doimo aloqada bo'lishi kerak. Mazkur boshqarma va bo'limlarning bu yo'nalishdagi va mahalliy hokimiyat organlari bilan hamkorlik qilish sohasidagi vakolatlarning kengaytirish muhim ahamiyatga egadir. Bu borada bosh vazir Abdulla Nigmash Aripov boshlig'ida muddatli harbiy xizmatning va safarbarlik chaqiruv rezerv xizmatining o'tagan fuqarolarning ishga joylashtirish bo'yicha Respublika komissiyasi, joylarda esa bevosita hokimlar rahbarligida viloyat, shahar va tuman komissiyalari tashkil etish yana bir amaliy qadam bo'ladi. Nimaga desalaring, armiyadan o'tib o'zini shahar rayonlariga qaytib kelib, u shunday vatanparvar mard o'g'lonimizga biz ish ta'minlab bera olmasak, bu men o'ylayman juda katta xato. U ma'naviyatimizni, ma'rifatimizni yoshlarga bo'lakkan mana shu mardlik, mana shu armiyada nimani o'rgangan bo'lsa, uni
shu bizni atrofimizda bo'layotgan muhitni o'zgartiradi ular. Sizlarga yaxshi ma'lumki, Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi yoshlarning vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha ko'pgina yutuqlarga erishilmoqda. Shuni e'tiborga olgan holda viloyat hokimliklari tarkibida ushbu kengashlarning mintaqaviy bo'limlarini tuzish orqali uning imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Bu bo'limlarning ishini harbiy okruglar qo'mondonligi bilan yaqin hamkorlikda tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu kengash o'zini yaxshi natijasini beryapti. Nimaga desangiz, xalqimizga armiya yaqin, xalqimiz armiyaga yaqin bo'lib, bevosita mana shu kengash tashkil qilgandan birin ko'p narsalar oydin, ochiq bo'lyapti. Qadrli do'stlar, hozirgina bayon qilingan barcha vazifalarni qat'iy va ishchil amalga oshirish, bizdan milliy armiyamizning yanada isloh qilish, uning salohiyati va jangovar qobiliyatining oshirish bo'yicha tizimli ishlarni davom ettirish va chuqurlashtirish borasida butun kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etishni talab qiladi. Aynan shuning uchun mamlakatimiz ijtimoiy siyosiy hayotining boshqa sohalari kabi ushbu yo'nalishdagi dolzarb vazifalar ham hozirgi kunda ishlab chiqilayotgan O'zbekiston Respublikasi 2017-2021 yillarga rivojlantirish harakat strategiyasini aniq belgilab berilmoqda. Ana shu o'ta muhim hujjatga binoan mudofaa sohasidagi qonunchilik bazasi, qo'shin guruhlarining jangovar tarkibi, tashkiliy tuzilmasi, harbiy kadrlarni tayyorlash va ularning safini to'ldirish samaradorligini oshirish choralari ko'riladi. Shuningdek, qo'shinlarning zamonaviy qurol-yarog' va texnika bilan qurollantirish hamda ularning har tomonlama ta'minlash masalalarini yaxshilashga yo'naltirilgan aniq chora-tadbirlar qabul qilinadi va amalga oshiriladi. Aziz va muhtaram yurtdoshlar, mana shu qutlug' ayyomda harbiy sohada o'zining mas'uliyatli va sharafli burchini munosib ado etayotgan mard o'g'lonlarimiz, askar va ofitserlar, barcha vatan posbonlari, ularning ota-onalariga o'z nomimdan, xalqimiz nomidan samimiy minnatdorchilik bildiraman. Sizlarning timsolingizda butun xalqimizning bugungi ulug' bayram qurolli kuchlarimizni tashkil topganining 25 yilligi sanasi bilan yana bir bor chin qalbimdan muborakbod etaman. Barchangizga mustahkam sog'lik, oilalaringizga baxt, saodat, vatanni himoya qilishdagi oliyjanob faoliyatingizga kuch, g'ayrat va yutuqlar tilayman. Yana bir marta mana shunday sizlarning kayfiyatlaringni ko'rib, mana shunday jo'shqin, haqiqatda men o'ylayman, bugun mana shunday ofitserlarni, generallarni har safar ham biz ko'rmaymiz. Shularni mana shunday yongan ko'zlaringni ko'rib, bugun oynai jahonda xalqimiz ham o'ziga kuch va qudrat oladi. Katta rahmat sizlarga, salomat bo'linglar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq davlatimizning mudofaa qudratini yanada yuksaltirish, milliy xavfsizlikni va davlat chegaralari daxlsizligini ta'minlash, yoshlarni milliy istiqlol g'oyasi va ona vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash ishiga qo'shayotgan katta hissasi, milliy manfaatlarimizni himoya qilish va tinchlikni ta'minlash, barqarorlik va jamoat tartibini mustahkamlash borasidagi xizmat burchini bajarish chog'ida mardlik, jasorat va fidoyilik ko'rsatgani uchun bir guruh harbiy xizmatchilar davlatimizning yuksak mukofotlari, orden va medallariga sazovor bo'ldilar.
Marosimda ushbu mukofotlar va unvonlar davlatimiz rahbari tomonidan o'z egalariga tantanali ravishda topshirildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq bir guruh harbiylarimiz general-mayor harbiy va maxsus unvonlari bilan ham taqdirlandilar. Bayram tadbirida so'zga chiqqanlar istiqlol yillarida yurtimizda zamonaviy armiyani tashkil etish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirilganligini alohida ta'kidladilar. Hozirgina muhtaram prezidentimiz Qurolli Kuchlarimiz Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning bayram tabrigini juda katta hayajon bilan tingladik. Ushbu bayram tabrigida harbiy xizmatchilarga bildirilgan yuksak ishonch barchamizga ko'tarinki ruh bag'ishladi. Mustaqillik yillarida yurtimizda har jihatdan puxta tayyorlangan zamonaviy harbiy texnika va qurollarga ega bo'lgan professional milliy armiyamiz shakllandi. Eng muhimi, bugun milliy armiyamiz saflarida xizmat qilayotgan harbiylarimiz ona vatanini yurak-yurakdan sevadigan, o'z muqaddas burchini teran anglaganini katta g'urur bilan aytmoqchiman. Men ham mana shunday mard, jasur yigitlar safida xizmat qilayotganimdan buyuk sohibqiron Amir Temur, ulug' sarkarda Jaloliddin Manguberdi avlodi ekanligimdan faxrlanaman. Bugun mening hayotimda unutilmas kun. Chunki men davlatimizda yuksak mukofotiga sazovor bo'ldim. Bu yuksak e'tibor zimmamdagi muqaddas burchni yanada sharaf bilan bajarishga va yangi marralarni zabt etishga undaydi. Biz harbiylar, xalqimiz, prezidentimiz ishonchini oqlash yo'lida bor kuch va salohiyatimizni safarbar etamiz. Kerak bo'lsa, jonajon vatanim uchun jonimni ham berishga tayyorman. Assalomu alaykum, aziz vatan himoyachilari. Men avvalo harbiy xizmatdagi farzandlarimizga juda katta sharoitlar yaratib berayotgan davlatimiz, hukumatimiz rahbarlariga chuqur minnatdorchilik bildirmoqchiman. Hozirgina muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichning vatan himoyachilariga yo'llagan bayram tabriklarini barchamiz katta quvonch va hayajon bilan tingladik. Men o'zimni orzulari ro'yobga chiqqan baxtiyor ona deb hisoblayman. Chunki mening o'g'lim yigitlar ichidan saralab olinib, muddatli harbiy xizmatga yuborildi. Bugun o'g'lim tufayli mana shunday muhtasham saroyda katta bir tantanada askar onalar nomidan qatnashib turganimdan juda ham xursandman. Hurmatli prezidentimiz hozirgina o'z tabrik so'zlarida ta'kidlab o'tganlaridek, biz onalar farzandlarimizni harbiy xizmatga avvalgidek hadik va xavotir bilan emas, aksincha katta ishonch va g'urur bilan jo'natmoqdamiz. Farzandlarimizni vatan himoyachilari libosida ko'rish biz uchun ulkan iftixorga aylandi. Mening ham bolajonim askar tengdoshlari qatori vatanga xizmat qilishdek muqaddas yurtga xizmat qilayotganidan faxrlanaman. O'g'lim G'ayratjon ham Surxondaryo viloyatida o'z yigitlik burchini bajarmoqda. Yaqinda o'g'lim xizmat qilayotgan harbiy qismga borganimizda, u yerda askarlarga yaratilgan sharoitlarni ko'rib, qalbimiz minnatdorchilik tuyg'ulariga to'lib toshdi. Men o'g'limning o'zgarishlarini, undagi harbiy xizmat davomida o'ziga ishonch, vaqtni qadrini bilish, maqsad sari olg'a intilish kabi fazilatlarini ko'rib, ko'nglim tog'day ko'tarildi. Hurmatli, aziz vatan himoyachilari,
fursatdan foydalanib, men sizlarni barcha onalar nomidan bugungi qutlug' bayramingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Sizlarga sog'lik, omonlik, sharafli ishlaringizda ulkan zafarlar tilab qolaman. Rahmat. Dastlab Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashga asos solinayotgan kunlarda biz vazifamiz nima-yu, qanday ishlarni amalga oshiramiz degan ma'noda aniq-tiniq tasavvurga ega emas edik. O'sha ta'sis majlisimizga muhtaram Shavkat Miromonovich o'zlari shaxsan kelib, qisqa harbiychasiga lo'nda qilib tushuntirdilarki, bu kengash armiya bilan xalq o'rtasida ko'prik bo'lishi kerak. Xalq armiya o'ziniki ekanligini,